Xo'p, hurmatli o'quvchilar. Muhimi, chizmani bajarayotgan jarayoningizda ketma-ketlikka rioya qilsangiz, amal qilsangiz, chizmani chizish osonlashadi, soddalashadi. Ya'ni ketma-ketlikda. Tushunarligi? Ketma-ketlikda bajarishni o'rgansak, mashq qilsak, chizmamizni bajarish nisbatan osonroq bo'ladi. Demak, bizda 1,5 santimetrlik balandlik bor. Mana boya ikkinchi videomizda o'sha balandlikni belgilab, ya'ni markazidan chiziqlarni o'tkazib olgandik. Bizda mana pastki nuqtasi va tepadagi nuqtasi bor. O'shandan nima qilishimiz kerak? Ikkita aylana bajarishimiz kerak. Bizda chizmamizni o'lchami 32 bo'ladigan bo'lsa, o'sha 32 o'lchamni nima qilamiz? O'zini o'lchamaymiz, uning teng yarmi 16 1 santimetr 6 millimetr bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa shartli belgi bilan keladigan bo'lsa chizmalarimiz, o'sha berilgan chizmani o'lchami bilan chizilmaydi, aksincha, o'shani teng yarmi 16. 32 ning teng yarmi 16 bo'lsa, o'sha o'lchamda chiziladi. Tushunarligi? Biz ham hozir lineykada o'lcham o'lchayotganimizda 16 santimetr o'lchab olamiz. Xo'p, mana qog'ozga belgilab olsangiz ham bo'ladi. Bunday qilib. Mana 8 dan qo'ydim. Mana 8 dan qo'ydim. 9 gacha 1 santimetr. Yana 5, 15, yana bitta qo'shamiz 16. Mana. O'shani belgilab olamiz. Ya'ni mana bu hozir chizib olgan ikkita nuqtam 1 santimetr 6 millimetr qalinlikka ega. O'shani hozir sirkul yordamida o'lchab mana bu yerga va pastki qismiga bajarib olamiz. Boshladik. Xo'p, mana tepa qismiga. Xira qilib chizib oling. Ko'zingiz o'tsa bo'ldi. To'q bo'lish shart emas. Mana. Aylanani bajaring, ya'ni tepadagi belgilab olingan markaziy chiziq, mana pastdagi hali turibdi, unga alohida bajaramiz. Endi o'sha chizib olganimizni nima qilgan? Mana bu Z o'qi. Mana ko'rinyapti, mana Z o'qiga nima qilgan? O'sha Z o'qi bo'yicha aylana bajarilgan. Demak, aylanamiz tepadagi nuqtasi mana. Markaziy chizig'ini kesishgan nuqtasi bu 1. 1 deb qo'yamiz mana. Keyingisi mana bu pastdagi nuqta. Bu 2. Mana belgilab qo'yinglar. Belgilashingiz shart emas bu, endi sizga tushunarli bo'lishi uchun men raqam deb qo'yapman-da, o'zi raqamlanmaydi aslida bu. Mana tushunarli? Ana endi keyingi vazifamiz. Mana bu boshida chizib olgan markaziy chizig'imizni tepaga, ya'ni mana bu aylanani teng yarmiga bo'ladigan qismiga chizib olishimiz kerak. Mana shu chiziqqa parallel holatda. Bu juda ham muhim. Lineykani qo'yib olamiz. Lineykani qo'yib olamiz. Shu chizib olgan boyagi 16 santimetr 16 santimetr deb uzr, 16 millimetrlik chizmamizni markaziga olib boramiz. Mana. Lineyka bir-biriga qattiq jipslashtirilgan holatda surilsa, qimillab ketmasa, chiziq xuddi o'zidek bo'lib ko'chadi mana. Mana.
ko'rdingiz? Ozgina siljigan ekan. Buni to'g'rilab olamiz qaytadan. Mana bu chiziq nima uchun kerak? Mana buni chizmani yoniga ko'rsatay. Izometriyada bajarganingizda aylana mana bunday dumaloq holatda bo'lmaydi. Mana bunday oval deyiladi buni. Ovalsimon shaklda chiqadi. O'shanda mana shu markaziy chizig'i bo'ladi-ku, mana hozir chizib olganimiz. O'shani mana bu joyini alohida tutashtirishimiz kerak-da sirkul yordamida. O'shanda mana shu markaziy chiziq kerak bo'ladi bizga. Tushunarli? O'shaning uchun mana bu markaziy chiziqdan parallel holatda tepaga ko'chirildi. Hop, keyin qiladigan amaliyotimiz mana bu birinchi nuqta, tepadagi birinchi nuqtani va uni markaziy nuqtasini ikkalasi nima desam bo'ladi, yordamida bitta chiziq chizib olishimiz kerak. Mana sirkulni qo'yamiz, ignasini mana topilgan birinchi nuqtaga. Markazga olib boramiz. Mana sizga ko'rinmayapti ekan ozgina mana. Aylanamizni kesdi. Bu tarafidan ham xuddi shunaqa qilamiz. Mana. Aylanamizni nima deydi? Kesib o'tgan ikkita chiziq sirkul yordamida. Keyingisi mana bu topib olingan ikkinchi nuqtaga olib boramiz mana. Ikkinchi nuqta. Markaziga olib boramiz mana. O'lcham bor. Mana. Keyin mana bu tarafini ham belgilab olamiz. O'ng va chap tarafini. Mana hozir alohida ko'rsataman, belgilab olay. Sizga hozir ko'rinmay qolyapti. Mana ikkinchi nuqtaga sirkulni qo'ydim. Ignasini markaziga borib yoy chizib oldim mana. Birinchi kesgan nuqtasi, ya'ni aylanani kesib o'tgan nuqtasi va ikkinchi nuqtasi. Tepasi ham xuddi shunaqa. Birinchi nuqta sirkul qo'yildi, ignasi markaziga borildi mana. Yoy chizib olinganda aylanani kesgan ikkita nuqtasi. Ya'ni bu qaranglar. Aylana bo'ladigan bo'lsa, sizga ko'rinyapti mana. Mana bu aylanani kesgan nuqtasi. Mana bunday shakli chiqayotganda mana bu joylarida, mana bu qismlar. Ya'ni mana shu joyda nima qilinadi? Alohida aylana chiziladi dedim-ku. Mana shu nuqtalardan biri-biriga mana bunday holatda tutashadi. Mana bu esa mana bu ikkita nuqtaga tutashadi. O'shanda mana aksiyometrik proyeksiyadagi aylanamiz xuddi shunday shaklda ko'rinadi bizga. Mana. Xo'p. Ana endi davom etamiz. Mana ikkinchi nuqta. Ikkinchi nuqtaga sirkulimizni ignasini qo'yib topib olingan mana bu tepadagi ikkita nuqta, mana sizga ko'rinyapti shekilli mana. Aylanani kesgan nuqtalarni belgilab qo'yay mana. Ikkalasini hozir tutashtiramiz. Mana. Ikkinchi nuqtaga mana ignani qo'ydim. Mana sizga ko'rinyaptimi? Mana. Tepadagi mana ikkala kesishgan nuqtani tutashtiramiz. Ikkita topib olingan nuqta. Ikkalasi tutashdi. Mana endi tepadagi birinchi nuqta ham xuddi shunaqa takrorlanadi mana. Ikkita topib olingan nuqta mana tutashtiriladi. Ko'rdingizmi? E'tibor bergan bo'lsangiz, ozgina noaniqlikka duch kelib qolgan bo'lishingiz ham mumkin. Ya'ni
chizma murakkablashib, sizga qaysi nuqta asosiy, qaysi bir asosiy emasdek tuyulib ham qoladi ba'zi chizma. Lekin shoshmaslik kerak. Mana misol uchun men video qilib namuna ko'rsatayotgan bo'lsam, o'zim chizayotgan jarayonda vaqt qisqaradi. Lekin mana bunday video qilib shaklda ketma-ketlikda qilayotganimda sal vaqt cho'zilishi mumkin. Demoqchi bo'lganim shoshmasdan 2-3 kun vaqt davomida bemalol nima deydi, dam olib miyani zo'riqtirmasdan ketma-ketlikda bajarishga harakat qilsangiz, chizmani bajarish nisbatan oson bo'ladi. Xo'p, keyin ikkinchi nuqtani, mana bu tutashtirilgan nuqtalarimiz bor-ku. Ko'rdingizmi? Mana bu ikkinchi nuqta, keyin mana bu tutashtirilgan nuqtalar. O'shalarga mana bu lineykani qo'yib, xira qilib chiziq o'tkazib olamiz. Mana. Mana ko'rdingizmi? Bu tarafidan ham ikkinchi nuqta. Mana belgilab olgan nuqtalarimizni bo'yicha chiziq tortamiz xira qilib mana. Ya'ni mana bu boshida olib keldik-ku, mana bu markaziy chizig'imizdan tepaga ko'chirgandik. O'shani kesdi. Ko'rdingizmi? Mana bu chizib olingan yoy, belgilangan nuqtalar 2, belgilangan nuqta 2, belgilangan nuqta. Yoki buni teskarisini qo'llasangiz ham bo'ladi. Birinchi nuqtadan o'shanga qo'yib chizib olingan yoydagi topilgan nuqtalarga ham chiziq tortib olsangiz bo'ladi. Bu farqi yo'q. Xullas mana. Ya'ni aylanamizni mana bu yoqdan ko'rsatay, aylanamizni teng 2 ga bo'ladigan qismini mana nuqta hosil bo'ldi. Mana shu joy, ya'ni kesishgan nuqtalar. Mana ko'rsataman. Bundan mana bu aylanani pastki qismiga chiziq tortgansiz mana. Bundan bunga. Bu aylanani teng yarmini 2 ga ajratuvchi qismini kesadi. O'sha nuqtalar yordamida mana belgilab qo'yamiz. Tushunarlimi? Endi o'sha topib olingan nuqtalarni belgilab qo'yamiz mana. Ana endi mana bu ikkalasi tepadagi va pastdagi qism topilgan nuqtalar va bu qismidagi ham topilgan nuqtalarni mana shu hozir belgilab olgan nuqtalarimiz bo'yicha sirkulni qo'yib tutashtirib olamiz. Bu mana bunday bo'ladi mana. Sizga ko'rinadi shekilli hozir mana nuqtasini belgilab oling. Mana. Ba'zida silliq tutashmay qolishi ham mumkin. Uning sabablari, ya'ni ba'zi bir topilgan nuqtalar aniq bo'lmagan holatda shunaqa silliq tutashmay qoladi. Mana bu tarafni chap taraf. Mana bu esa o'ng taraf. Mana. Qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Mana boshida ko'rsatgan avvalsimon shaklda chiqdi. Aylanamiz. Hop. Ana endi xuddi shu shaklda pastki qismidan ham bajarishimiz kerak. Ya'ni mana bu qismidan. Bu boshidagi, ya'ni detalimizni pastki qismi edi, to'g'rimi? Ya'ni yerga tegib turgan qismi.
o'shani keyin nima qilamiz? Mana Z o'qidagi markaziy, ya'ni boshida aylanib chizib olganmiz-ku. O'shandagi markaziy chiziq. Xuddi o'shani o'zidan ikkinchi mana bu avvalsimon aylanamizni bajarib olishimiz kerak. Mana 32 bo'lsa, o'shani teng yarmini mana 16 1 santimetr 6 millimetrlik o'lchamda yana o'lchab olamiz. Mana. Yana shu xuddi shu tepadagi bajargan uslubimiz pastdagidan xuddi shu boyagi pastdagi nuqtadan bajarib olinadi. O'sha adashdim mana. Ikkinchi nuqtaga qo'yib yubordim. Mana. Mana. Xohlasangiz buni ham nuqtalarni belgilab qo'ying, mana tepadagi nuqtasini. 1 pastdagi nuqtasi 2. Ko'rdingizmi mana pastdagi nuqta alohida aylanib ko'rindi. Tepadagi chizma, uni yon tarafdagi chizmalarga qarab ko'zingizni chalg'itmang. O'zi chalg'ib ketasiz. Qayerni chizayotgan, qayerni bajarayotgan. Aynan o'shani bajaryapsizmi? O'shani qurib olishga, o'shani chizib olishga diqqatingizni qaratganingiz ma'qul. O'zi chalg'ib ketasiz. Xo'p. Keyin pastdagi ikkinchi nuqta mana belgilab oldik, uni ham qirqib to'g'rimi? Mana. Endi mana markaziga olib boramiz. Mana yoy chizamiz mana. Bu tarafidan ham. Tepadagi mana birinchi nuqtaga ham sirkulni qo'yamiz. Mana. Qaraqib ko'zimiz o'tar darajada belgilab olsak ham bo'ladi mana. Bu tarafini ham, o'ng taraf mana. Xira qilib. Mana ko'rdingizmi? Tarafini mana belgilagan ekanmiz. Mana endi ikkinchi nuqtadan mana pastdagi ikkinchi nuqtadan boya topib olingan mana bu tepa qismidagi kesishgan mana shu aylanamizni kesgan nuqtalarni tutashtiramiz. Mana ikkinchi nuqtaga qo'ydim. Mana endi mana bu aylanalarni kesishgan nuqtasini topaman. Mana. Ko'rdingizmi? Mana bo'ldi. Ana endi boyagi boshida chizib olgan xomaki chizmamizga endi qaraymiz. Ko'ryapsizlarmi? Tepadagi aylana, uni pastki qismidagi aylana ham namunada ko'rsatilgan, to'g'rimi? Bu to'liq bajarilgan, uni pastki qismidagi esa to'liq bajarilmagan. Ko'rdingizmi? Sababi sizga ko'ringan nuqta mana bu. Uni pastki qismi esa faqat ma'lum bir qismi aksinometriyaga qo'yilganda ko'ringan. Tushunarli? Buni ham hozir to'liq bajaramiz. Qirqimda esa keraksiz joylarini o'chirib tashlaymizdan kerakli qismlarni qoldiramiz. Hozir bu ikkinchi aylanani men to'liq chizib ko'rsataman sizga. Faqat amalda, ya'ni chizmamiz yakunlanayotgan jarayonida kerakli qismlarni qoldirishni ham birdan ko'rsatib ketaman. Qarang. Tepadagi birinchi nuqta xira qilib chizib olamiz mana. Mana tepadagi nuqta mana. Bir nuqta, ya'ni mana bu ikkinchi aylanamizdagi bir nuqta. Ko'ryapsizmi? Z o'qini kesgan va nuqta belgilangan. O'sha nuqtadan mana keyin
pastdagi mana kesishgan aylanamiz, kesgan nuqtalar ikkalasini xira qilib tutashtirib olamiz. Mana. Xo'p, mana. Ana endi yana boyagi usul. Ikkinchi nuqtadan boyagi topib olingan nuqtaga lineyka qo'yib, markaziy chizig'i mana bizim markaziy chizig'imiz bizda turibdi. O'sha bo'yicha nuqta hosil qilib olishimiz kerak. Bu tarafdan ham shunaqa. Lineykani qo'yasiz. Mana. Mana bu tarafiga ham qo'yasiz. Ikkinchi nuqta. Mana buni ham kesishgan nuqtalari bor. Ko'rdingizmi? Ana endi boyagi birinchi avval simon shaklimizni bajarishga o'xshadi. Buni ham tutashtirib qo'yamiz. Ozgina siljidi shekilli. Xato ketib qoldi mana. Mana bu tarafidan ham xuddi shunaqa narsani takrorlaymiz mana. Lekin ignasini qattiqroq botirish kerak. Mana ko'rdingizmi? Ikkinchi avval simon shakli hosil bo'ldi. Uni kerak joylarni keyinchalik to'xtashtirib qo'yishingiz ham bo'ladi. Xo'p, chizmamiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Ana endi uni frontal qirqim holatiga keltirishimiz kerak. Hozir 3-video tugatgan bo'lsa, 4-videoda buni ko'rib chiqamiz.